Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yaqinlarim. Bugungi boshlangan kuninglar fayzli, barakatli o'tsin. Ayni damlarda biz O'zbekiston tarixi telekanalini avval taom ko'rsatuvini, demak, yangi sonini suratga olish uchun yetib keldik. Lokatsiyaga belgilangan lokatsiyaga. Inshaalloh bugungi ko'rsatuvimizni yaxshi kayfiyat bilan tashkil etganmiz. Chiroyli kayfiyatlar bilan o'tkazishga bel bog'lab tashrif buyurdik. Do'stlar, ijodiy xodimlar bilan tanishtiraman. Boshlangan kuninglar fayzli, barakatli. O'zbekiston davlat filarmoniyasi xonandasi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana avval taom ko'rsatuvida chiroyli ko'rsatuvdan birgalikda Jo'rabek Ahmedov bilan hamda mana ijodiy jamoalar bilan birgalikda o'tkazamiz, Xudo xolasa. Taassurotlaringiz qanday ko'rsatuv oldi? Juda zo'r. Tayyorgarlik ham juda zo'r. Xudo xolasa ko'rsatuvga umiddaman. Zo'r bo'ladi. Said opam bugun Xorazm milliy taomlarini tayyorlaydilar. Said opam tanigan bo'lsanglar, bir qancha filmlarda rollar ijro qilib kelayotgan aktrisa ham xonanda. Azaba qo'yib yuragim hasishdi. Suvni xalitdan mana qo'yib qo'ydilar qaynatishga. Ishni nimadan boshlaymiz? Azizlar, ko'rsatuv vaqti chegaralangan. Shuni o'ylab, mana bugun oshpazimiz xamirni tayyor qilib kelibdilar. Mana shakli ham yumurtani shaklida. Avval taom ko'rsatuvidan taassurotlaringiz qanday? Voy, juda ham a'lo. Qo'llarimning shirinligini aytmaysizmi? O'zim ovqatimga o'zim oshiqu beqarorman. Juda ham mana Saodat opa. Bemalol. Qanday kayfiyatlar? Yaxshi bo'lyaptimi ko'rsatuv? Juda yaxshi qadimiy taomlar bular. Xorazm taomlari. Ha. Mana azizlar, qo'tirbarak hamda tuxumbarak. Biz mana rosa yeyapmiz o'rtoqlar. Mana Jo'rabek akam shu yerdalar, mana O'zbekiston davlat filarmoniyasi xonandasi. Barak, yumurta barak, qo'tir barak tayyorlayapmiz, tarixini gaplashamiz, folklor, milliy klassik qo'shiqlarimizni eshitamiz. Shahzod har doimgidek jinnilik qilib yotibdi. Shunday kuzatishda davom etinglar do'stlar. Sizdan bir go'zal javob kutayapman. Nima? O'zbekiston tarixi telekanalida xat sog'lashni avval taom ko'rsatib